Aziz va muhtaram vatandoshlar, betakror diyorimizga yangi 2017-yil kirib kelmoqda. Siz muhtaram otaxon va onaxonlar, mehribon opa-singillar, navqiron yoshlar, barchangizni va butun xalqimizni yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchangizga sihat, salomatlik, baxt va quvonch tilayman. Payoniga yetayotgan 2016-yilda yurtimiz hayotida yaxshi kunlar, o'lkan yutuq va marralar ko'p bo'ldi. Shu bilan birga afsuski boshimizga og'ir tashvish va sinovlar ham tushdi. Lekin bu sinovlar el yurtimizni yanada birlashtirdi. Mard xalqimizning matonati tufayli biz bu sinovlardan ham munosib o'tdik. Yakuniga yetayotgan yil avvalo mustaqil vatanimiz 25 yoshga to'lgan yil sifatida tariximizda o'chmas iz qoldirmoqda. O'tayotgan yilning dehqon va fermerlarimiz, ishchi va quruvchilar, o'qituvchi va shifokorlar, jasur harbiylarimiz, olimlar, ijodkor ziyolilar, barcha kasb egalari o'z sohalari bo'yicha yorug' yuz bilan yakunladilar. Ayniqsa yurtimiz sportchilari olimpiada va paralimpiya o'yinlarida erishgan beqiyos yutuqlar mamlakatimiz shuhratini butun dunyoda yanada yuksaltirdi. Bir so'z bilan aytganda, o'tib borayotgan yildan rozi bo'lib, har qancha shukrona aytsak arziydi. Qadrli do'stlar, biz kirib kelayotgan 2017-yilga xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb nom berdik. Buning negizida inson manfaatlari hamma narsadan ulug' degan oliyjanob vazifalar yotibdi. Yangi yilda bu boradagi dasturiy vazifalarimizni amalga oshirishda barchamizning, avvalo rahbar va yetakchilarning bir joni bir tan bo'lib astoydil mehnat qilishlariga ishonaman. Yurtimizda tinchlik va barqarorlik, taraqqiyot, o'zaro hurmat va mehr oqibatning mustahkamlash bundan buyon ham asosiy vazifamiz bo'lib qoladi. Aziz vatandoshlarim, qadrdonlarim, mana shu quvonchli damlarda barchangizni yangi yil bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Yurtimizdagi har bir oilaga tinchlik, xotirjamlik, baxt va omad hamda farovonlik tilayman. Yangi 2017-yilning qadami jonajon vatanimizga qutlug' va barakali kelsin. Barchamizga yangi yil muborak bo'lsin.